Assalomu alaykum. Hozir shu bruderni montaj ishlari ketyapti. Instagram, YouTube'larda ko'p savollar bo'lyapti. Shu montaj jarayonini ham bir ko'raylik deyilgan. Bu hozir cooler o'rnatadigan bruderimiz ekan. Bu avtomatik shu o'zi o'chirib, o'zi yoqish kerak coolerni ham. Shu so'rovlarga binoan qilyapmiz. To'g'risi biz o'zimiz ham o'ta mutaxassis emas, lekin ancha qiyinchiliklar bilan shu eplab bir amalladik. Bunga bir akalarimiz yordam berishdi, mutaxassislar. Ularga ham rahmat. Xo'p, xullas, buni ulash qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda tok bor. Tok 220 betga blok pitaniyaga keladi. Bitta minus, bitta plus to'laymiz. Bundan 12 volt chiqadi. Deylik, mana shu faza plus bu nimaga boradi? Relayga boradi. Relayni mana shu 6 tasidan bittasiga ulashimiz mumkin. Xohlagan bittamizga ulaymiz. Deylik, mana shunga ulab qo'yamiz. Hop. Endi minusini coolerni minusiga ulaymiz. Mana bunga mana. Mana shu minusni deb olsak, uni minusini buni minusiga ulab qo'yamiz. Hop, endi coolerni plusini relayga ulaymiz. Deylik, boshqasiga mana bu yetigami, qaysidir bittasiga ulamagan joyimizga ulab qo'yamiz. Endi buni kontrolini boshqarish uchun mana bundan foydalanaveramiz. Termoregulatordan foydalanamiz. Hop, buni o'sha lampochkaga ketadigan sim bu. Lampochkani o'chirib yoqadi. Hop, shatiga ikkita mana shunaqangi qilib ulab olamiz. Buni bittasini plus, bittasini minus bo'ladi. Mana buni mana shu ikkitaga ulaymiz. Bittasini bunga, bittasini mana bunga. Bu tarafda coolerdan kelgan sim, bu tarafdan termoregulatordan kelgan tok ulab qo'yamiz. Shu bilan xudo xolasa ishlayveradi. Bu yerdan boradigan relayga boradigan nima? Tok mana bu relayni ishlatib beradi. Mana bundan boradigan faza mana coolerni ishlatadi. Faqat bittasini через relay orqali o'tkazib yuboramiz. Shu so'raganlar uchun shu video qilishga harakat qildik. Kamchiliklari bo'lsa, yana keyin bir ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa mana montaj ishlarimizni ham tugatib oldik. Ventilatorlarni o'rnatib oldik. Relaylar hamma yoqlarni qo'yib, blok pitaniyalar hamma narsalarini joylab oldik. Endi hozir bizda atroflar bekilmagan, issiqlik ushlab turilmaydi. Endi bekitilsa issiqlik ham ko'tariladi-yu. Hop, shuni hisobiga biz sal boshqacharoq, ruchnoyroq variantida tushuntirib o'tamiz. Bu avtomatik o'zi boshqaradi. Men hozir buni ruchnoy holatda ko'rsatib beraman. Mana bu chiroq lampochkani yoniqligini bildirib turadi. Bu chiroq o'chganda lampochka ham o'chadi. Shunda bu chiroq o'chgan payti, qizil chiroq o'chgan payti bu yonish kerak. Endi buni kontrolga qo'ygan paytimizda buni o'zi uzadi avtomatik. Uzgan payt mana ventilyator o'sha ishladi. Mana o'zi yana svet yonyapti. Bu avtomatik o'sha ventilatorimiz o'chyapti mana. Coolerni mana shunaqa qilib qo'ydik. Endi bu mana bu kabellarni bu yerga yig'ishtirib, bunday yashirib qo'yamiz. Sal g'asht keltirmaydigan qilib yashirib